Yo, salom do'stlar, sizlar bilan birgalikda men Ehoz. Bugun videomizga xush kelibsiz. Bugun biz Minecraft'da Mega OP Park Stakes'dan o'tamiz. Bu katta parkur, mega parkurlardan. Bugun biz shu parkurdan o'tamiz. Telegramga ham, YouTube'ga ham bu video haqida post tashlaganman. Biraz kat yaptı, bunu asan o'tamiz. To whoever may need this nugget of encouragement, things will be alright, so quit your worry. I get it, the odds seem stacked back against the wall, but even consider it such, know you'll stand tall. And watch from the sidelines, but too many times wicked games display make me wanna lose my mind. Found solitude, knowing it be over soon. Ever need a boost, count on me for the 1-2. Trouble don't last when the tough get going. Baby, all we do is win, so show me my opponent. Adversity, doubt, stress, could care less, cause how we handle those like an S on our chest. Super proud of how we held it down on the way up. Can't wait for our day to ball, this is a layup. Nobody ever said this would be easy, but trust when I say that you got. I know you've been looking for a breakthrough, trying our best to make it every day is something new, but change gon' come, oh yes it's true. Brighter days are straight ahead. Follow me, won't be misled. Just look up, don't hang your head, and we'll get to the promised land. Somebody loves you, please don't forget such. Take your time, no need to feel rushed. We gon' shine somehow one day. Word to O'Shea, today's been a good day. Don't let one bad apple spoil the tree. The fruits of our labor seem ripe, can't you see? A little insight, so they'll never dim your light. Been wrong for too long, this here feels so right. Leave your fears in the rear view, right now on the mission. Trying to stay the course on this road to redemption. Giving up seems tempting, but no need, cause I got you and you got me. A little you and I see why we'll get us by. Through the storm and the rain, I'll be by your side. Look alive, the best has yet to come. Just some words of wisdom, plenty more. I know you've been looking for a breakthrough, trying our best to make Arkadaşlar tamamen yoldan boyda tez öğrenci ve 50 de yüz tanış bedeli 50 takmış bedenlerden değil mi yastığım videolardan Sen videoda ilk abone çıkısı benim anasını videoda bir uçuş mümkün eken ki anlaşma komentarda bolda şeyler alt vakti videolarını her bir iştasın bitti video kılıp bir önce joylayın bunu yaşayın ben internette valladı. Hoş internet normalde arkattım. Gitmiş de videosu olsa her bir tasını internete. Hoş. 10 tane, 15 tane yüklemedi. Yeni videolarını yüklep ko'rishinglar mumkin. Ularning hammasi interaktiv videolar bo'ladi. Shunchaki men ularni birlashtirib chiqqan bo'laman video olib. Bemalol o'ziga kerakli joylarni qo'yib olishinglar mumkin. Obunachilar bitta video chiqarganda italyan brendlar memlar haqida to'liq video asl memlar haqida biroz internetdan qidirib ko'rdim. Kun sahur degani saharga kun saharga deb ustidan kulish ekan. Va bu bizni umr kunlarimizdan biri saharlik oyini ustidan kulyapti ekan. Bu italyan brendlarni yomon deb o'ylamaganman, lekin juda yomonlar. Undan narsalar uni bosh gapi yomon emas, oddiy gap, lekin undan keyin tanmadurlar degan gaplar esinglarmi? Mana shuni o'zbekchaga tarjima qilsak, Alloh cho'chqa deyish ekan. Bilasizlar juda ko'p chet ellar uchun Alloh va Xudo uchun
qanaqa ahamiyatga ega emas ular uchun. Lekin bitta videosidan ko'rib qolgandim, nega tenkelar degan video olgandi. Ashpay God TNT deb qo'ygan, ya'ni Xudo TNT, astag'firulloh. Yani shunaqa qo'yib qo'ydim. Chunki endi tenkelar juda kuchli-ku. Lekin yaratgan egamiz oldida hech nima chiqib qoldi. Qo'chmal qo'shib yaratgan egamiz oldida. Bombardilo krokodilo bo'lsa, bu Isroil ramzlari bilan birlashuv degan ma'noni anglatadi. Sababi Falastin lekin oxirigacha ishlamasa oxirida Falastin deb qo'yadi. Men uni tarjima qilib chiqdim. ChatGPT yordam berdi. Bu bomba tashuvchi krokodilo bomba tashashdan chiqadi va Alloh borligiga ishonmaydi. Va Falastinlik bolalarga bomba tashlab ularni o'ldirishni juda yaxshi ko'radi. Falastin bilan urushni kim boshlaydi? Isroil har doim Falastin bilan urushib keladi. Albatta biz Falastin bilan do'stmiz. Falastin islom diniga qarashli, Arabistonga yaqin va islom dinini qabul qilishgan. Bu sefer o'sha o'ylagan narsamni obunachilar anladi. Italiyan deganlarga ehtiyot bo'linglar. Qolganlarni tarjima qilib qo'ydim. Bular aslida siyosiy jihatdan qilingan narsalar. Siyosiy Talalar shunchaki o'zini aytish mumkin, lekin u yoqdan aytish mumkin emas. Ba'zi birlar aytyapti. Buni ma'nosini tushunmay turib. Menga uyimdagilar qorakalarni ko'p aytishgan. Ma'nosi bo'lmagan narsani aytib yurma. Yomon bo'ladi deyishadi. Instagram saytini YouTube'da short yoki oddiy video ko'rsangiz, qaysi videodan Instagramda qanaqa video ko'rsangiz
işim çıktı. Ben toplattırdım. Biraz İtalyan brandlardan sal ihtiyaç almalıyız. Yana bitta oshxonam borku. Naq 300 donachisi bor. Lekin kontenti menikidan sifatsiz. Oddiy mashina videosi bor. Lekin anchadan beri 300 donachiga bo'ldim. Endi obunachilarni katta videolar ekan. Short videolar 100 ta videosi, 100 tani 95 tasi short video. Qolgan 5 tasi mana ben kam olaman. Sizlarga maslahatim, obunachilar agar İtalyan filmlarini aytsanglar, sal bilganinglarni aytinglar. Masalan, ko'rinishiga ma'nosi to'g'ri keladiganlarni. Ko'rinishiga ma'nosi to'g'ri keladiganlar qanaqa gapiga to'g'ri keladi. Masalan, ko'rgan bo'lsanglar, Mateo deydi-yu. O'sha Mateo ko'rinishiga ma'nosi to'g'ri kelmaydi. Çünkü Mateo deb xursandchilik ma'nosi aytyapti. Ovozdan ham bilish mumkin. Mateo'ni bo'lsa g'alati turibdi. Obunachilar bu part 1. Part 2'ni ham chiqaramiz. Part 2 endi sal uzayadi bu yerda partlar. İkinci video haqida ko'rsatib tashakkurman. Mana shu 80-yerda bizning videomiz tugaydi. Part 2'da ko'rishguncha.